Odamlarga yoqishning 6 qoidasi. Birinchi qoida: odamlar bilan yaxshi munosabatda bo'ling. Ikkinchi qoida: tabassumni dariq tutmang. Uchinchi qoida: yodingizda bo'lsin, har bir odam uchun eng yoqimli eshitiladigan so'z uning ismidir. To'rtinchi qoida: sabrli tinglovchi bo'ling. Odamlarning o'zlari haqida oddiyroq gapirishlariga imkon bering. Beshinchi qoida: ko'proq suhbatdoshingizni qiziqtiradigan narsalar haqida gapiring. Oltinchi qoida: suhbatdoshingiz qadr-qimmatini yuqori tutishingiz muomalangizdan bilinib tursin. Birovga tanbeh berishga majbur bo'lsangiz, avval uni maqtab qo'ying. Do'stlarimdan birini bir amaldor uyiga taklif qilgan edi. Do'stim tasodifan uning xizmatxonasiga kirsa, amaldor o'zining xodimlaridan biriga "Egningizdagi ko'ylak juda chiroyli ekan. Sizni yana ham go'zal qilib yuboribdi" deb turgan ekan. Bu gap doim indamay yuradigan amaldorning eng ajoyib maqtovi edi. Xodima bu maqtovdan juda ham xijolat tortdi. Shunda amaldor gapini davom ettirib, "Xijolat tortmang. Men bu maqtovni sizni xursand qilish uchun aytdim. Endi bo'lsa, keyinchalik biror narsa yozganingizda tinish belgilariga e'tibor berishingizni iltimos qilardim" debdi. Uning bu usuli albatta sodda, lekin psixologik nuqtai nazardan juda to'g'ri edi. Biz o'zimizga yoqmaydigan narsalarni u yoki bu fazilatlarimizni maqtab aytilgandan keyin eshitsak, osonroq qabul qilamiz. Chunonchi sartarosh ham soqolimizni olishdan oldin yuzlarimizni sovullaydi. McKinley 1896-yilda prezidentlikka o'z nomzodini qo'yganida shunday qilgan edi. O'sha davrning Respublika partiyasiga mansub mashhur jamoat arbobi saylov oldi yig'ilishlarida qiladigan ma'ruzasining motivini yozib kelgan edi. Muallifning fikricha, ma'ruza yaxshi yozilgan edi. Bu arbob katta bir ilhom bilan o'z ma'ruzasini baland ovozda o'qib beradi. Ma'ruzada yaxshi joylar ham bo'lsa-da, lekin u nutq sifatida aslo yaramas edi. Agar shu xilda ma'ruza qilinsa, ko'p tanqid eshitish mumkin edi. Lekin muallifni ham xafa qilmaslik kerak edi. Muhimi, uning jo'shqin harakatini so'ndirmaslik kerak edi. McKinley hisobga olgan holda dedi: "Do'stim, bu ajoyib nutq. Hech kim bunday yaxshi yoza olmas edi. U juda ko'p joylarda asqotgan bo'lar edi, lekin ayni sharoitda to'g'ri kelarmikin? Sizning bu ma'ruza haqidagi fikringizga qaramasdan men uni qarab chiqishimga to'g'ri keladi. Uyga boring-da, men ko'rsatgan tomonlarni hisobga olib, ma'ruzani qaytadan yozib keling." Muallif McKinley aytganidek qildi. McKinley yozgan ma'ruzani ko'k qalam bilan bir ko'zdan kechirib, uning yangi shaklini yozishga yordam berdi. Natijada bu muallif saylovoldi ma'ruzalarida eng yaxshi notiqqa aylandi. Albatta, biz amaldor ham, prezident ham, McKinley ham emasmiz. Lekin bu dono yo'l har qanday og'ir vaziyatlarda doimo asqotishi mumkin. Shunday qilib, xo'rlik va xafagarchilik hissini uyg'otmasdan odamga ta'sir o'tkazishni xohlasangiz, u holda gapni suhbatdoshingizning fazilatlarini samimiy e'tirof etishdan va uni maqtashdan boshlang. Bir necha yil muqaddam mening jiyanim Josephine Carnegie o'zining ona shahrini tashlab mening qaramog'imga keldi va menda kotiba sifatida ishlay boshladi. Bu vaqtda u 19 yoshga kirgan bo'lib, 3 yil muqaddam o'rta maktabni bitirgan va shu sababdan xizmat tajribasi deyarli yo'q edi. Hozirgi vaqtga kelib esa u eng mohir kotiba hisoblanadi. Lekin faoliyatining boshlarida, yumshoq qilib aytganda, ayrim takomilga muhtoj edi. Nimadir bo'libmi, tanqid qilishdan oldin o'zimcha o'ylab qoldim. To'xtachi, Dale Carnegie
Josefinadan yoshing 2 barobar katta. Ish tajribang unikidan 10,000 marta ortiq. Qanday qilib sen undan o'zingnikidek dunyoqarashni, fikrlashni, tashabbuskorlikni kutasan? Axir o'zing 19 yoshingda qanday eding? Esingdami? Bu yoshda o'zing qilgan ahmoqona xatolaring. Bir o'ylab ko'rchi. Shu xilda o'ylab, Josefina 19 yoshida mening yoshimdagiga nisbatan mendan ancha ustunligi haqida xulosaga keldim. Va endi har gal to'g'ri gapni doim quyidagicha boshlardim. Josefina, sen xato qilding, lekin men shu yoshimda qilgan xatolarimga qaraganda sening xatoing unchalik yomon emas. Sen dunyoga kelishing bilanoq aqlli bo'lib qolishing qiyin albatta. Buning uchun ko'p vaqt o'tishi kerak. Ammo sen mening 19 yoshimdagiga nisbatan ancha aqlliroqsan. Mening o'zim ham senday paytimda juda ko'p ahmoqona xatolarni qilganman. Shuning uchun ham seni yoki shu yoshdagi boshqalarni tanqid qilishim to'g'ri bo'lmaydi. Lekin shunday bo'lsa ham, mana bu ishni bunday qilmasang yaxshi bo'lardi. Bizni tanqid qilayotgan odam o'zi ham avliyo emasligini tan olishdan boshlasa, bu tanqid odatda bizga unchalik og'ir botmaydi. Yaqinda men keksa amerikalik biograf Ida Tarbell bilan tushlik qilishning imkoniyatiga ega bo'ldim. Tushlik davomida odamlar bilan qanday murosa qilish kerakligini muhokama qila boshladik. Shunda u menga Owena Deyange yonida bir joyda 3 yil ishlagan amaldor bilan bo'lgan suhbatni aytib berdi. Bu amaldorning aytishicha, Yangening buyruq berganini biror marta ham eshitmagan. Chunki u buyruq o'rniga maslahat berar ekan. Masalan, hech kimga mana buni qiling yoki buni qilmang deb gapirmas ekan. Buning o'rniga u odatda mana bu haqida o'ylab ko'ring-chi yoki sizning taxminingizcha bu natija berarmikin deb so'zlarkan. U biror xatni yozib turib, siz bu haqida nima deb o'ylaysiz derkan. Yoki bo'lmasa xodimlarga yozgan xatni eshitib turib, mana bu yerni boshqacharoq yozsak qanday bo'larkin deb xodimlarni yanada jiddiyroq mulohaza yuritishga undar ekan. U har doim odamlarning topshirilgan ishini o'zlari bajarishlariga imkon berar, nima qilish kerakligi haqida aniq ko'rsatma bermas, balki ularning o'zlari erkin harakat qilishlari va o'z xatolarini o'zlari tuzatishlariga sharoit yaratib berar ekan. Bu usul odamlarning o'z xatolarini o'zi to'g'rilashni osonlashtiradi. Ayni paytda bu usul odamlarning o'ziga bo'lgan mehrini avaylaydi, o'zining qadr-qiymatini his qilishga undaydi. Bu usul har bir odamda qarshilik o'rniga hamkorlik xohishini uyg'otadi. Shunday qilib, agar siz odamni tahqirlamasdan va xafagarchilik hissini uyg'otmasdan unga ta'sir qilmoqchi bo'lsangiz, navbatdagi qoidaga amal qiling. Suhbatdoshingizga buyruq o'rniga savol bering. Men mashhur sirk artisti Pit Browlingni tanirdim. Men Pitning yangi olib kelingan itlarini o'rgatishni tomosha qilishni yoqtirardim. U itning ozginagina muvaffaqiyatlarini ham darrov go'sht bilan taqdirlar, uni maqtar va silab siypalardi. Bunda hech bir yangilik yo'q albatta. Xo'sh, shunday ekan, nimaga ana shu usulni biz odamlarga ta'sir qilishda ishlatmaymiz? Nima uchun biz go'shtning o'rniga kaltak ishlatamiz? Nima uchun biz odamni qadrlash o'rniga bemalol so'kinishamiz? Keling, kichkina muvaffaqiyat uchun bir-birimizni maqtaylik. Bu axir har birimizni keyingi muvaffaqiyatlarga ilhomlantiradigan bo'lardi. Qamoqxona boshlig'i Louisning kuzatishicha, xulq-atvordagi kichkina o'zgarishni maqtash eng qaysar jinoyatchilarni ham befarq qoldirmas ekan. Uning aytishicha, qamalganlarning ijobiy xulqini ma'qullash, maqtash, ularni biz bilan hamkorlikka olib kelishi va natijada to'g'ri yo'lga tushishlariga sababchi bo'lishlari mumkin ekan. Men o'zimning o'tgan hayotimga nazar tashlar ekanman, bir-ikki maqtov tufayli ham hayotim o'zgarib ketganini eslayman. Ehtimol sizda ham shunday bo'lgandir. Maqtovning ilohiy kuchga ekanligini ko'rsatuvchi voqealar tarixda to'lib toshib yotibdi.
Ko'p yillar ilgari Londonda yashovchi bir yosh yigit yozuvchi bo'lishni havas qilardi. Lekin ko'p narsalar unga xalal berardi. U maktabga faqat 4 yil davomida qatnadi. Uning otasini qarzini o'z vaqtida to'lamagani uchun qamoq jazosiga hukm qilishgan. U ko'pincha ochlik bilan yashar edi. Borib u bir omborga ishchi bo'lib joylashadi. Kechalari qorong'u xonada o'z hikoyalarini yozar edi va ularni odamlar ko'rishidan qo'rqib, kechasi yashigiga tashab kelar edi. Hamma yozganlari ma'muriyat tomonidan rad qilinardi. Nihoyat kunlarning birida uning bitta hikoyasi qabul qilinadi. Bu hikoyaga muharririyat bir tiyin ham bermaydi. Lekin bir muharrir esa uni qo'llab-quvvatlaydi. U shu darajada ta'sirlanadiki, ko'chalarda sang'ib yig'laydi. Maqtov va iltifot natijasida yozilgan hikoyalardan bittasi keyinchalik bosilib ham chiqadi. Bu bilan uning hayoti mutlaqo o'zgarib ketadi. Bu yozuvchining nomi Charles Dickens edi. Shunday qilib, navbatdagi qoida odamlarni ozgina yutuqlari uchun ham maqtang. Unutmang, tanqidni maqtovdan va suhbatdoshingizning qadr-qiymatini samimiy e'tirof etishdan boshlang. Boshqalarning xatosini bevosita emas, balki bilvosita ko'rsating. Dastlab o'z xatolaringiz haqida so'zlang, so'ngra suhbatdoshingizni tanqid qilishingiz mumkin. Suhbatdoshingizga buyruq o'rniga savol bering. O'z obro'larini saqlab qolish uchun odamlarga imkon bering. Odamlarning kichkina yutuqlari uchun ham maqtang. Odamlarning obro'sini joyiga qo'yib muomala qiling. Shunda ular siz ko'rsatgan obro'ga yarasha ish qilishadi. Rag'batlantirishga intiling. Qilingan har qanday xato osonlik bilan to'g'rilanishi mumkinligi haqida taassurot tug'diring.